Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiyomatning katta alomatlari xususida olib borayotgan darsimizda davom etamiz. Dajjolni qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, bir yigit Dajjolni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjolning oldiga kelgan paytda Dajjol unga seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber dedi. Hali yigit sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjol ekanligingga guvohlik beraman dedi. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjol uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi dedi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang, seni Robligingga shubha qilmaymiz dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadida, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjol buyuradi. Yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekkaga qo'yib, o'rtasidan Dajjol shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadida butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, bir ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tika turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt dedi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjol ekanligingga yanada imonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjoldir. Endi u mendan keyin hech kimni o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi. Ya'ni qilichni har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjol mana shu joyda noumid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni yahudiylar o'ldirdi deyshadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah va ma qataluhu va ma salabuhu walakin shubbiha lahum va innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh-dhann va ma qataluhu yaqina. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhisalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhisalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havoriysining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhisalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhisalom qissasida eshitganmiz. Iso alayhisalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havoriysining oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, kiminglar xohlaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishligida va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini. Ana bitta odam men desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib men deydi. Yo'q deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda ha sen deyishligi bilan Iso alayhisolamning shakli unga o'tadi. Iso alayhisalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar keladida, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik dedilar.
Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar. U haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta odamning bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-havoris qani deyiladi. Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, xochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhisalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizning e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhruf surasi 61-oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida." Har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lur. Demak, Iso alayhisolamning tushishligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhisolam tushishligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal Shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida, Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan, so'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana Imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu Imom Mahdi boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zining askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turar ekanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhisalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi, ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdi deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga keling bizga namozga o'ting deydi. Ya'ni Iso alayhisalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhisalomga imomga o'ting deganlarida Iso yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi deydi. Ya'ni Iso alayhisalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhisalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso haqida aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal
va kofirlar Iso alayhisalomning osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjolni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'lguncha uni tanasiga urib, qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. So'ngra Iso aytadi: "Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi." Nima deganida? Men Allohman deb da'vo qilar edi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin, Dajjal fitnasini Iso alayhisalom nihoyasiga yetkazganidan keyin, mana shu fitnaga uchrab, sobit turgan mu'minlarga ro'baro bo'lib, bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi, ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini, jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi. Dajjal fitnasi sobit turganlarga jannat bor. Iso alayhisalom yer yuzini hukm qilishlikni o'zini qo'liga oladi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam sizning huzuringizga odil hakam bo'lib tushadi. Endi qiladigan ishlari xochni sindiradi. Ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi. Ya'ni krestni yo'q qiladi. To'ng'izni o'ldiradi. Dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi." Mana shu 4 ta ish Iso alayhisalom qiladigan ishlar. Ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi, yashagan. Lekin Iso alayhisalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Isobatani min ummati ahrazahumullohu minan nar." Meni ummatimdan 2 toifa bandani, 2 toifa kishini Alloh taolo do'zaxdan saqladi. Ularning birinchisi Hindga g'azot qilgan jamoani, ya'ni Muhammad ibn al-Qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi. Mana shu kishilarni, mana shu Hindga g'azot qilgan kishilarni Alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda Iso ibn Maryam bilan Yajuj Majuj qissasida sobit turgan kishilarni Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Iso alayhisalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi. Mana aytganmiz, qiyomatning mayda-kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q. Orada yillar o'tadi, bir ikkinchisi hargiz bog'liq bo'lmaydi. Lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishligi bilan undan keyin payda-pay keyingilari bostirib keladi. Va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Iso alayhisalom mana shu ishlarni qiladi. Xochni sindiradi, Dajjolni o'ldiradi, to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi. Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi. Iso alayhisalomga shunday vahiy keladi. Ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida Iso ibn Maryamga vahiy keladi. Ya'ni shunday bir qavm yuborildi insonlar ustigaki, bularni yengishlikka hech kimning toqati yetmaydi. Bu Yajuj va Majuj bo'ladi. Dajjal vaqtida Iso alayhisalom keldi. Iso alayhisalom vaqtida Yajuj va Majuj fitnasi keldi. Alloh taolo Iso alayhisalomga meni bandalarimni toqqa olib chiqib ket deb buyuradi. Chunki bu shunday fitna bo'ladiki, insonlar ularni ro'parasida turishlikka, jang qilishlikka toqatlari bo'lmaydi. Iso mo'minlarni toqqa chiqib ketishlariga buyurildi, olib chiqib ketadi hamda dengiz to'lqinlaridek Yajuj Majujdan iborat to'lqinlar bostirib keladi. Imom Ahmad va Nasoiy sunanlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Meni ummatimdan 2 jamoani Alloh do'zaxdan saqladi. Hindga g'azot qiladigan jamoani hamda Iso ibn Maryam bilan birga bo'ladigan jamoani." Ya'ni mana shu 2 ta jamoat jannatiyligi payg'ambarimiz tomonidan bashorati berildi. So'ngra Yajuj va Majuj yuboriladi. Ular kimlar? Ular odammi yo bir boshqa toifami? Ular odam. Odam alayhisalom zurriyotidan. Inshaalloh keyingi darsda batafsil ular haqida gaplashgan bo'lamiz. Qur'ondagi Kahf surasida yerni fath qilib egallagan solih podshoh Zulqarnayn haqida Alloh taolo bayon qilib aytadiki,
Hatta iza balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Zulqarnayn to ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib olgach, u tog'lar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi. Ya'ni dunyoni fath qilib Zulqarnayn ketib borar ekan, ikki tog'ning o'rtasiga o'tgan paytda bir qabilaga ro'baro bo'ldi. Bu qabila mana la yakadu qavman la yakaduna yafqahuna qawla. Bir so'zni anglay olmaydigan qavm. Mufassirlar aytadi, bu qavm shunaqa bir ajib bir lug'atda, ajib bir tilda gaplashardiki, Zulqarnayn tushunmadi ularning tilini. O'rtaga tarjimon kerak bo'ldi. Bir tarjimonni olib kelishuvdi. Zulqarnayn buni tilini tushunmadi. U tarjimonni tilini tushungani yana bitta tarjimon olib kelindi. Xullas, tarjimonga tarjimon bo'lib, o'rtada 30 ta odam tarjimonlik qilgandan keyin Zulqarnayn ana shu qavmning gapini tushundi. La yakaduna yafqahuna qawla. Bir qavmning tilini tushunish uchun bitta tarjimon yetadi. Chunki ma'ruf, mashhur til bo'ladi, bitta perevodchi bo'ladi, ish bitadi. Lekin bu shunaqa bir til, shunaqa bir qabila ediki, 30 ta perevodchi kerak bo'ldi. Ular aytishdi. Qalu ya Zulqarnayn inna ya'juj va ma'juj mufsiduna fil ard. Fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana va baynakum sadda. Ular ey Zulqarnayn, shak shubhasiz shu tog'lar ortidan chiquvchi Ya'juj Ma'juj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Ya'ni odam mana shu chiqadigan joyi ikkita tog' orasi bo'ladi. Kofir, fojir, qotil bir xalq. O'zlarini yerlaridan shu mintaqaga chiqib kelsalar, odamlarni o'ldirib, nomusiga tegib, yo'llarni to'sib, mol mulkini talab, hamma yoqni fasodga to'ldirib, yana o'zlarining yerlariga qaytib ketadilar. Odamlar ulardan bezor bo'lganligidan Zulqarnaynga shikoyat qilishyapti. Ularda chiqadigan joyi bitta joy, mana shu ikkita tog'ning oralig'i. Mana shu joyga biror bir to'siq qilib bersang, senga bir xizmat haqi beramiz degandir. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana va baynahum sadda. Biz ey Zulqarnayn, ya'ni qavm aytayapti. Bizlar senga bir miqdor to'lov to'lasak, sen biz bilan ularning o'rtasidan bir sad, bir to'g'on qurib berurmisan? Ya'ni xizmat haqini beraylik, o'rtaga bir to'g'on qurib ber. Zulqarnayn bu yerlarga nima uchun kelganligini bayon qilib aytadi. Qala ma makkani fihi robbi khayr. Zulqarnayn aytdi: Parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan moli dunyodan yaxshiroqdir. Ya'ni men bu yerga dunyo talab qilganim yo'q. Tavhidni yoyish uchun kelganman. Solih podshoh deyishining sababi mana keyingi oyatlarda. Qala amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu azaban nukra. Zulqarnayn aytdi ularga: Zolim bo'lgan kimsani albatta azoblaymiz. So'ngra Parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yanada dahshatli azob bilan azoblar. Endi iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotga kelsak, uning uchun go'zal oqibat, jannat, mukofot bo'lar. Biz ham unga ishimizdan oson yengillanib beramiz. Ya'ni bu kishining maqsadi mu'minlarga kofirlarni yengishligida yordam berar edi. Dunyo quvgan, dunyoni fath qilib, o'zini ostiga, qo'l ostiga birlashlik maqsadi bo'lgan emas bu kishida. Ularning talabiga Zulqarnayn nima deb javob berdi? Qala ma makkanni fihi robbi khayr fa'inuni biquwwa aj'al baynakum va baynahum radma. Bas sizlar menga mol dunyo bilan emas, balki quvvat bilan yordam beringlar. Men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay. Alloh taolo u kishiga barcha ilmni va quvvat sabablarini bergan edi. Temirmidi, ishlab chiqarishmidi, qandaydir korxonalarmidi, nimaiki bo'lsa o'sha davrda Zulqarnaynga berilgan edi. Kuch-quvvatning hamma sababi bor edi. Endi Zulqarnayn mana shu sabablarga yana eng asosiy sababni qo'shgan edi. Allohga bo'lgan tavakkulni. Hech qachon inson quvvatiga, ilmiga, boyligiga, tanish bilishiga suyanmasligi kerak. Bu narsalar faqat sabab. Allohga tavakkul qilish kerak. Zulqarnayn u odamlarga Allohga tavakkul qilishlikni o'rgatdi. Atuni zubarul hadid. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Ularda bor bo'lgan hamma temirni mana shu ikkita tog'ning o'rtasiga, ikki chekkasiga yog'och qilib, o'rtasiga tashashdi. Mana shu ikkala tog'ni o'rtasi ko'miladigan darajada temir yig'ildi. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach,
Zulqarnayn bosqonlar bilan dam uringlar dedi. Ya'ni o't yoqinglar dedi. Bas qachon u temir tersaklar qizdirilib, o't qilgach, eritgach dedi. Menga eritilgan mis ham keltiringlar. Uni temir parchalarining ustidan quyurman. Ya'ni ana shu temirni qizitib, eritib, ikkita tog'ning o'rtasini to'sib tashlagandan keyin temir bilan ustiga eritilgan misni quydi. Ya'ni yana ham mustahkamroq bo'lishligi uchun, yana ham bir chidamli bo'lishligi uchun. Famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Endi Dajjal, Ya'juj, Ma'jujlar o'sha tog'ning orqasidan chiqib kelishlikda, endi ular u to'siq ustiga chiqishga ham, uni teshib o'tishga ham qodir emaslar. Ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib, taqdir qilingan vaqt kelguncha Ya'juj va Ma'juj qabilalari shu devorni teshishlikka har kuni harakat qiladi. Rivoyatlarda keladi. Har kuni teshishadi. Ozgina teshib ochiladi. Devor deyarli o'tib ketadigan holatga kelib, ertaga teshib chiqamiz deb kelgunga qadar ertasi kuni dam olishib qaytib kelguncha Alloh taolo qudrati bilan devorni asl holatiga qaytarib qo'yadi. Rivoyatlarda keladi, har kuni kavlaydida, endi teshishga yaqin bo'lgan paytda ularning boshlig'i ketdik. Ertaga teshib chiqamiz. Qaytadi. Qaytib kelsa, yana devor borga holatda. Ba'zi rivoyatlarda inshaalloh deb qo'yar ekan oxirida. Ertaga teshib chiqamiz inshaalloh deb. Shunda ana shu holatda qoladi va teshib chiqadi ular deydi. Birodarlar, ular bor. Ular bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi kelib, ana shu Zulqarnaynning saddini, devorini ko'rganligini aytadi. Ibn Kasirda keltiriladi. Sifatlab ber deganida falon sifatni aytganda o'sha Sadd Iskandariy bo'ladi deb aytadi. Ana shu Zulqarnaynning urgan devori deb aytadi. Bu bor, hali ham kavlashyapti birodarlar. Kunlarda birda Nabiy sollallohu alayhi vasallam cho'chib uyg'onib ketarlarda, arablarning holiga voy bo'lsin. Zulqarnaynning devori mana shuncha teshildi deb ko'rsatadi. 1400 yil burungi gap. Hada rahmatun min robbi. Fa iza jaa va'du robbi ja'alahu dakka va kana va'du robbi haqqan. Endi devor bitdi, ish bitgandan keyin bu Parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir. Mana men qilib qo'ydim. Ya'ni insonda bo'ladi-ku ba'zida, bir ish qilib qo'yib turibdi, haligi men ko'rib qo'ylar mana degandaqa. Zulqarnayn solih kishi ekanligini ko'ringki, bu Parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir. Endi qachon Parvardigorim Ya'juj va Ma'juj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqin qolganida, o'zi u to'sqinni tep-tekis qilib qo'yur. Parvardigorimning va'dasi haqdir. Allohning va'dasi haq. Bir kun keladi, u to'siq teshiladi, Ya'juj va Ma'juj yer yuziga bostirib chiqib keladi. Ana shu chiqib kelgan kunda nima bo'ladi? Va tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd va nufixa fis sur fajama'nahum jam'a. U kunda qiyomatda odamlarni bir-birlariga aralash quralash qilib tashladik. Sur chalingach, ularning barchalarini to'pladik. Ya'ni Ya'juj Ma'juj chiqqandan keyin ularning adadi shunday ko'p bo'ladiki, xuddi dengizni suvi birining ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek, birining ustidan ikkinchisi oqlab to'lqinday bostirib keladi. Insoniyatni halok qiladi. Yer yuzini to'laligicha o'zlarining hukmronligiga oladi. Mana shu paytda Alloh taolaning yana bir mo'jizasi sodir bo'ladi. Inshaalloh bu haqida ertaga bo'ladigan suhbatimizda davom etamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.